Va alaykum assalom rahmatullohi, yaxshimisizlar? Alhamdulillah, ustoz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Sirosh degan bola bilan oldin ham gaplashgandik shekilli oldin. Bu ustoz Davron bu. Davron. Hmm. Nima deyapti Davron? Olis so'rab ekan, bir gaplashib ko'ramiz deyishganiga. Kirib ko'ray dedim. Qani o'zi borib shu yerdanmi ketib chiqib ketdimi? Shu yerdalar. Assalomu alaykum. Davronbek gapiring. Assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Alaykum rahmat. Yaxshimi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Shu menda bir ikkita, uchta savollar bor edi. Shunga yechim qidirgani kiruvdim. Короче. Xo'p. Birinchi savolim Alloh adolatlimi degan savol shu miyamda aylanadi ko'proq. Chunki men ham oldin musulmon edim, keyin ateist bo'lib ketdim. Bunga sabab shu Allohmi deb o'ylab turibman. Bunga qanaqa fikrlar? Masxara qilmayapsiz-da? Bizdagi musulmonlarni bular sal aqli yaxshi ishlamaydi, xohlagancha masxara qilaveraman degan toifadan emassiz-a? Samimiysiz, Yo'q, to'g'rimi? men xolis. Domla, men xolis. Chunki savolni uzoqdan olib kelyapsiz-da. Aslida savol ma'nosi boshqada. Bitta siz qadar Alloh yaratgan bo'lsa, biz aybdor bo'lmaymiz-ku degan savol o'zi aslida. Lekin hozir mana men ateist bo'lganman, Alloh aybdor deyapsiz-da. Bu sal masxaromiz savolda. Sizni misol uchun iymoningizni yo'qligi tanlovingiz hisoblanadi. Alloh taolo haqida oldin tasavvuri to'g'ri qilib olish kerak-da. O'zingiz tasavvur qilgan narsaga, ya'ni o'zingiz tasavvur qilib olgan narsaga birorta xulosani bino qilsangiz, u qiyshuv bino bo'ladi-da. Tasavvuringiz xato. Alloh taolo zamonga, makonga bog'liq zot emas. Masalan, oldin yozib qo'ygan, keyin mana yo'ldan chiqdik degan gap bizga tegishli u. Alloh taolo mutlaq har narsani mutlaq biladi. Biz o'sha falsafada to'g'ri aql, sog'lom aql yaratuvchini tan olishga majbur deydi. Ana shu yaratuvchini tan olganda u qanaqa bo'lish kerak degan savolga javobda aytiladi. Har narsani bilish kerak, har narsaga qodir bo'lish kerak. Har narsani tasarruf qilish kerak. Bir qancha sifatlari bor, mana shular orqali taniladi. Zotini bilmaysiz. Masalan, deylik, hozir qo'lingizdagi Telegram botini kim tashkil qilganligini bilasiz. Ya'ni Telegramga aloqador IT yo'nalish bo'yicha ma'lumoti bor. Demak, ingliz tilini biladigan odam sifatlarini bilaverasiz. Lekin zotini bilmaysiz. Kim aynan ushlab ko'rganmisiz o'sha bu Telegram bot qilgan odamni? So'rashganmiz, gaplashganmiz, o'zini ko'rganmisiz desa, yo'q, shart emas, sifatlari bilan bilaman deysiz. Demak, mana shu orqasida shunaqa aytishingda o'tiribdi. Mana shu sifatga ega deysiz. Alloh subhanahu va taologa ham mana shu sifatlar bilan iymon keltiriladi. Bu endi iymon bu katta narsa bu. Aqli sog'lom odamlarga, baxtga loyiq odamlarga nasib qiladigan narsa. Ya'ni majburlab berilmaydi hech kimga. Hozir ham bu yerda sizga musulmon bo'ling, iltimos deb hech kimga alinmaydi. Faqat biz savob umid qilamizki, noto'g'ri tasavvurlarni maydonda ko'rsatib, mana shu noto'g'ri tasavvur, to'g'ri tasavvur mana bu deyish bizga savobli ish, ya'ni bizni g'oyamiz, ya'ni maqsadlarimizdan bittasi hisoblanadi. Alloh taolo biladi. Agar bilmasa, masalan biz hozir nima qilishimizni kuzatib turib, keyin qilganimizdan keyin o'sha narsani yozib qo'ysa, xudo bo'la olmaydi. Biz bilamizki, Alloh taolo biladi hamma narsani. Endi siz ateist bo'lib oldingiz. Hozir siz ateist bo'lib o'lganingiz yo'q, lekin hali ateist holatingizda o'lganingiz yo'q. Tanlovingizga ko'ra qalbingizdagi o'sha maqsadingiz,
Ya'ni istaklaringizga ko'ra Alloh taolo sizga ateizmni yaratib berdi. Siz tanladingiz uni. Mabodo iymonim bor deyapsiz, endi u aniq emas u. Mabodo iymoningiz bo'lgan-u, hozir iymondan ayrilgan bo'lsangiz, siz iymonni tashlagansiz. Kerak emas bu degansiz, keyin olib qo'yilgan. Majburlab iymon berilmaydi, majburlab iymondan olib qo'yilmaydi. Eng birinchi farosatda olib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni aqlli, ya'ni to'mtoqlashtirib qo'yadi. Ya'ni o'sha bu yerda bir narsa bor. Ko'rmaguncha ishonmayman desa, ishonmaguncha ko'rmaysan degan javob bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda Alloh masalan Allohning o'zini huzuriga borganingizda hech qanaqasiga siz bu gaplaringiz bilan yenga olmaysiz. O'zi hamma a'zoingiz aytib turadi sizni kimligingizni. Oddiy bitta odam bilan suhbat qilganingizda ham mantiqan noto'g'ri yo'lda ekaningizni oddiy banda, oddiy bir sizga o'xshagan odam isbotlab bera oladi. O'shaning uchun sizga tegishli masalalarga qiziqishingiz kerak-da. Ya'ni ateistligingizga bahona qidirib, buni go'yoki mana men emas aybim, Xudoning aybi bilan bo'lganmanki, agar men ateist bo'lgan bo'lsam ham deb o'zingiz qondirib, o'zingiz ishontirib, soddaroq aytganda o'zingiz aldab yurishingizni foydasi yo'q. Samimiy bo'laman desangiz, eng birinchi yaratuvchi bormi degan tasavvurni hal qilib olishingiz kerak. Borligi sog'lom aqlga vojib, bor deydi sog'lom aql. Keyin uni sifatlarini o'rganishingiz kerak. Uni o'qishingiz kerak. Ras borligini tan olgandan keyin uni o'qish kerak, kimligi, qanaqa sifatligini. Ana undan keyin sekin-sekin 2-chi, 3-chi, 5-chi, 10-chi eshiklar ochiladi. Bizda shunaqa maqol bor. Alloh taologa yurib kelgan bandaga Alloh taolo yuguradi. Degan ma'noda bashorat bor. Siz inobat qilasiz, keyin hidoyat bo'ladi. Lekin inobat qilmasangiz, kalaka yo'lidan yursangiz, shuncha gapni eshitmasdan turib, boshqa xayolda ichingizda o'zingizga yoqqan mantiqni, o'zingizga yoqqan adolat qo'shtirnoq ichidagi adolatni talab qilib o'tiraversangiz, unda hech narsaga erisha olmaysiz. Masalan, bir jinoyat qilsangiz, qadari ilohiyda u jinoyatga jazo bor-da. Oddiy qonunchilikda bor, yozib qo'ygan-ku. To'g'rimi? O'g'rini sudda 5 yildan 7 yilgacha qamaydi. Qotilni 15 yildan 25 yil umrbodgacha qamaydi. Yozib qo'ygan, hammasi yozib qo'ygan. Bu sizni qotillikka tashviq qilish emas. O'g'irlik qilaver mana deyish emas-ku. Yozib qo'yilgan, qilsangiz jazolanasiz. Hamma narsa yozib qo'yilgan. Jahannamning amallari ham yozib qo'yilgan, jannatda amallari ham yozib qo'yilgan. Biladi. Hammasi ma'lum. Endi biz bilmaymiz qaysi birini tanlasak qat'iy borishligimizni. Hozirgi kunda ertaga nima bo'lishini bilmaysiz-ku. Alloh meni ateist qilib qo'ydi deganingiz bilan ertaga musulmon bo'lib qolishingiz mumkin. Demak, tanlovingizga bog'liq u yog'i. Ya'ni sizdan talab qilinadigan narsa, siz harakat qilasiz, siz tanlaysiz, Alloh taolo yaratib beraveradi. Alloh adolatli zot. Adolat degani kofirlikni tanlasa, yo'q, senga kufr bermayman desa, adolat bo'lmaydi. Tanloviga ko'ra beradi. Mo'min iymonni tanlasa, yo'q, senga kufr beraman, sen iymonga loyiq emassan demaydi. Iymon tanlaganga iymonni beradi. Siz tanlovingizni natijasi siz hozirgi holatda. Ateist bo'lsangiz, shuni tanlagansiz. Xudo ko'rsatmasin, zino qilib qo'ysangiz bir joyda, zinoni tanlagansiz, harakat qilgansiz. O'g'irlik qilsangiz, o'shani tanlagansiz. Va bu Alloh taolo tomonidan sizga yaratib berdi, lekin rozilik asosida emas. Bu qiyomatda yoki dunyoning o'zida jazosi bor. Hech sudyaga e'tiroz bildira olmaysiz. O'g'irlik qildingiz, sudya keldi, qamalding sen desa, asli yozib qo'ygan deylar-yu. O'zingizlar yozib qo'yib, men o'g'irlik qilsam ham qamaysizlarmi? Qana adolat desangiz, endi aqlda biroz nuqson bor deydi sizni. Tushunarlimi? Da tushundim domla, rahmat. Endi
Shu ikkinchi savolim bor meni damla. Xo'p. Ikkinchi savolim shundan iboratki, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Oyshaga 6 yoshda nikohlanib, 9 yoshda uylangani haqida ham bir gapirib bera olasizmi? Menga ham ashulani gapirib Buni ming marta eshitgansiz-u. pedofiliya To'd bilan bo'lgan gapni ham eshitgansiz, boshqa joyda ham eshitgansiz. Buni tafsilotini aytganmiz. Ya'ni bu yerda asosiy inson huquqlari, insoniy omillarga muxolif bo'lmagan holatda bo'lgan bu ishlar hammasi. Payg'ambar alayhissalom Oysha onamizni nikohlariga olganlar, 54 yosh bo'lganlar, uylangan paytlarida. Oysha onamizni o'zlari aytadilar, men 6 yosh edim deydilar. 6 yosh edim deydilar. Keyin 9 yoshimda oldimga kirdilar deydilar. Buni tibbiyot tomonidan ham, ijtimoiy holatdan ham kelib chiqib, hech qanaqa inkor qiladigan razil rusvo amal deya olmaydi hech kim. Deganda edi, sizga gap qolmas edi. Agar bu rasvo ish bo'lib o'sha davrda pedofiliya ma'nosida talqin qilinganda edi, sizdan ko'ra ko'p edi mushriklar, payg'ambar alayhissalomning dushmanlari, munofiqlar poylab o'tirishardi. Har bitta harakatlaridan kir qidirib o'tirishardi. Islom tarixida, islom manbalarida o'sha muxolif tarafni hech bitta chizig'ida yo'q bu narsa. Xo'p, bu anaqani Indira Gandini dadasi oti nima edi? Gandini bilasizmi? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandini bilasizmi? Shu 15 yoshda uylangan ekan. Xotini 13 yoshmi, 12 yoshmi bo'lgan ekan. Yelizaveta 7 yoshmi, 8 yoshda uylangan. Biz o'zimizda ham ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Biz o'zimizda ham men ko'p misol keltirganman. Meni dadamning onasi 11 yosh, 12 yoshda turmushga chiqqan. 18 ta farzand ko'rgan. Bu hozirgi kunda ham shunaqa qilish kerak degan haligi masalani boshida aytdim, noto'g'ri tasavvur qilib olib, o'shandan bahona qidirish emas. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Bu masala barcha islom huquqshunosligida har bir jamiyat o'zini ijtimoiy kelib chiqishligidan belgilaydi balog'at yoshini deydi. Ba'zan 15 yoshda balog'atga yetadi, ba'zan 9 yosh, 10 yosh, Afrikalarda 9 yoshda balog'atga yetadi. Afrika o'lkalarida, issiq diyorlarda qizlarni ham xatna qilinadi. Xatna qilishdan maqsad o'sha tez yetilishini oldini olish. Tez yetilib qolmasin, tez balog'atga yetib qolmasin deb xatna qilinadi. Odat bu, o'sha o'zlarining odatlari. Bu jamiyatlarda shunaqa holat bo'ladi. Masalan, urush bo'ldi Germaniyada. Million odam qirilib ketdi. Erkaklar qirildi asosan. Ayollar turmush qura olmaydi, erkak yo'q. Nima qilish kerak? Jamiyatni qayta tiklash kerak. Germaniya huquqshunoslari 15 yoshda turmush qurishlikni o'sha yillarda qonuniylashtirgan. Urushdan keyin. Nimaga? Jamiyatni asrab qolish kerak. Mana bizning diyorlarda 18 yosh. Shunaqa bo'lgandan keyin buni hech qanaqangi negativ tomoni yo'q. O'zi hamma bergan savolni beryapsiz. Samimiy bo'lsangiz o'zingiz bilasiz. Lekin meni bilishimcha sizda unaqa samimiylik ko'rinmayapti. Chunki oddiy, buni javobi hech ateistlar tomonidan bizga e'tiroz bildiradigan hech narsa qolmagan. O'shani To'd bilan bo'lgan bahsda To'd mendan javoblarni eshitib, muftiy falon bunaqa deydi-ku, Zokir Naik bunaqa deydi-ku deb boshqa odamlarni deyishini menga misol keltiryapti. Desa-der, islomda Oysha onamiz haqidagi mavzuni ilmiy yoritib berdim. Oysha onamiz 6 yosh degan bo'lsa-da, Davron, sizga savol. Qaysi yil hisobidan hisoblangan deb o'ylaysiz? Pasport berilganmi o'sha paytda? Metrga berilganmi?
Oysha onamiz o'zlarini 6 yosh bo'lganman degan bo'lsa-da, sahih hadisda bor Buxoriyda. 6 yosh edim degan gaplari bor. O'sha 6 yoshni nimadan hisoblagan Oysha onamiz? Tug'ilgan kunlarini dokumenti bo'lmagan u paytlarda. Milodiy sana bo'lmagan. Milodiy sanani arablar ishlatmagan. Nimadan hisoblagan bo'lishlari mumkin? Bu yerda 3 yosh, 4 yosh adashib qolishi mumkin, katta bo'lganda odam aytishi mumkin. Hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda retro chiqib qoladi. O 100 dan oshgan yoki 90 dan oshgan otaxondan qachon tug'ilgansiz desa, eslolmayman. Menimcha yo'q 1900-chi yo 1910-yilda tug'ilgan bo'lsam kerak. Mana shu atrofda deydi. 5 yil, 10 yil farq qilib ketib qoladi. Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Yil masalasi. Oysha onamizning Asmo degan opalari bo'lgan. Opalari bilan oralaridagi yoshlari ma'lum. O'sha yoshni Asmo onamizning yoshlari ma'lum. 80 yoshda dunyodan o'tganlar. 80 yoshda. 80 yoshda dunyodan o'tganlar. Oysha onamiz bilan oralaridagi yoshlari 10 necha ham yil. Ayrisangiz turmushga chiqqan paytlari 15-16 yoshga to'g'ri kelib qoladi. Da 15-16 deyiladi. O'shaning uchun u mavzularda qanaqadir bir narsa chiqib qolarmikin, islomga shu bilan ta'na qilib qolarmikinman degan narsa hammasi mana sizning tanlovingiz. Sizga tanlaganingiz uchun Alloh shubhani ham yaratib beraveradi. Lekin o'sha haligi yuqorida aytganingizdek, ateistni botqog'iga botiradi. Tanlaganingizga yarasha sizni jazolantiradi. Lekin tavba qilsangiz, samimiy bo'lsangiz, to'xta, nima qilaman bunaqa masxara qilib yoki shubha qilib. Ilmiy javob haqiqatda insoniy vaziyat. Buni qabul qilsa bo'ladi. Bitta Muhammad alayhissalom emas, yosh qizga uylangan. Insoniyat tarixida juda ko'p odam yosh qizga uylangan. Juda ko'p. Ko'p bunaqalar tiqilyapti. Bu eng katta shaxsiyatlarni ko'ring, qirollarni ko'ring. Hammasi shunaqa bo'lgan. Buni demak muammo sifatida ko'tarish faqat o'sha o'zini ateistligini oqlash uchun qidirib ya'ni qidirib topgan narsasi xolos bu. Lekin topgan narsalari bo'sh narsa. Hech qanaqangi tutantirig'i yo'q. Tushunarlimi? Bizda shom bo'lib qoldi. Sizlar gaplashib turinglar, agar vaqtim bo'lsa yana nasib diydorlashamiz, xudo xolisa. Rahmat. Sog' bo'ling.